Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz shu qadar dolzarbki, u har biringizning hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shok. Butun mamlakat bo'ylab ommaviy blekautlar. Bahor oxirigacha yorug'liksiz qanday yashash mumkin? Bu sarlavha sizni hayratga solgandir. To'g'rimi? Lekin men sizga bu masalaning butun jiddiyligini, uning o'rtada turgan sabablarini va eng muhimi, bunday vaziyatda qanday qilib o'zingizni, yaqinlaringizni va mol-mulkingizni himoya qilish kerakligini tushuntiraman. Bu ma'lumotlar oddiy tavsiyalar to'plami emas, balki real vaziyatlarda hayotiy muhim ahamiyatga ega bo'lgan amaliy qo'llanmadir. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlarni qanchalik ko'p odam bilsa, shuncha yaxshi, chunki bu umumiy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Yaqin o'tmishda biz elektr energiyasining uzluksiz ta'minotiga deyarli ko'nikkan edik. Kundalik hayotimiz elektrsiz tasavvur qilib bo'lmas darajada edi. Biz smartfonlarimizni zaryadlash, televizor ko'rish, zamonaviy isitish tizimlarini ishga tushirish, muzlatgichlarni ishlatish kabi oddiy narsalarni hech qanday muammosiz bajarardik. Hatto qishloq joylarida ham elektr ta'minotida uzilishlar kamdan kam holat edi. Agar bo'lsa ham qisqa muddatli bo'lar edi va mahalliy xarakterga ega edi. Ya'ni bir mahalla yoki ko'cha doirasida cheklanib qolar edi. Odatda bunday uzilishlar bir necha soat ichida bartaraf etilardi va aholi uchun jiddiy muammolar tug'dirmasdi. Elektr energiyasi shunchaki xizmat emas, balki kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan edi. Biz uning borligini deyarli sezmasdik, xuddi toza havo yoki suv kabi. Lekin hozirgi vaziyat tubdan o'zgarganini sezmaslik mumkin emas. So'nggi paytlarda mamlakatimizning turli hududlarida elektr energiyasidagi uzilishlar, ba'zan uzoq muddatli blekautlar muntazam tus oldi. Bu shunchaki biror transformator podstansiyasidagi kichik nosozlik yoki mahalliy avariya emas. Mutaxassislar tomonidan bildirilgan ma'lumotlarga ko'ra, biz tizimli muammolar bilan to'qnash kelmoqdamiz. Birinchidan, energetika infratuzilmasining eskirishi asosiy sabablardan biridir. Ko'pgina elektr stansiyalari va tarmoqlar o'tgan asrning o'rtalarida qurilgan bo'lib, ular bugungi kundagi yuklamalarga bardosh bera olmaydi. Texnik resurslarning tugashi, uskunalar eskirishi va muntazam ta'mirlash ishlarining yetarli darajada olib borilmagani elektr tarmoqlarining zaiflashishiga olib keldi. Bu o'z navbatida hatto kichik yuklamalarda ham avariyalarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchidan, aholining o'sishi, sanoatning rivojlanishi va zamonaviy texnologiyalarning kengayishi elektr energiyasiga bo'lgan talabni keskin oshirdi. Masalan, so'nggi 10-15 yil ichida maishiy texnika vositalari, masalan, konditsionerlar, elektr isitish moslamalari, kompyuterlar va boshqa elektronika vositalarining har bir xonadonda keng tarqalishi umumiy yuklamani bir necha barobar oshirib yubordi. Mavjud quvvatlar esa bu o'sib borayotgan talabni qondirishga yetarli emas. Bu esa tez-tez ortiqcha yuklanishlarga va avariya holatlariga olib keladi. Uchinchidan, iqlim o'zgarishlari ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Masalan, qishda anomal sovuqlar yoki yozda haddan tashqari issiqlar elektr tizimlariga qo'shimcha yuklama beradi. Sovuq kunlarda isitish moslamalarini, issiq kunlarda konditsionerlarni faol ishlatish elektr sarfini birdaniga oshirib yuboradi. Bu esa tarmoqlarda ortiqcha zo'riqishlarga olib keladi. Misol uchun, o'tgan qishda O'zbekistonning bir qator hududlarida havo harorati 20 darajadan pastga tushganda, elektr energiyasiga bo'lgan talab rekord darajaga yetgan va bu ko'plab hududlarda uzoq muddatli blekautlarga sabab bo'lgan edi. To'rtinchidan, ba'zi hududlarda elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlari talabni qondira olmayapti. Yangi quvvatlar qurish va mavjudlarni modernizatsiya qilish jarayoni borayotgan bo'lsa-da, bu tezkor jarayon emas va uzoq muddatli investitsiyalarni talab qiladi. Shu bilan birga, ba'zida rejalashtirilgan ta'mirlash ishlari yoki oldindan rejalashtirilmagan texnik nosozliklar, avariyalar ham umumiy vaziyatni murakkablashtiradi. Bularning barchasi umumiy holatni yanada og'irlashtirib, bizni elektrsiz bahor ssenariysiga tayyor bo'lishga majbur qilmoqda. Keling, endi bu vaziyat kimlarga ko'proq ta'sir qilishini va kimlar unchalik tashvishlanmasligi mumkinligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ma'lumotlar har biringizga o'zingizning shaxsiy tayyorgarlik rejangizni tuzishda yordam beradi. Shaharda ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun vaziyat tahlil qilamiz. Sizning uyingizdagi suv ta'minoti asosan elektr nasoslar orqali amalga oshiriladi. Elektrsiz qolganingizda
suv bosimi pasayib yuqori qavatlarga suv yetib bormasligi mumkin. Agar blackout uzoq davom etsa, hatto pastki qavatlarda ham suv to'xtab qoladi. Tasavvur qiling, siz 8 qavatda yashaysiz. Bir necha kun davomida suv yo'q. Bu shunchaki noqulaylik emas, bu gigiyena va salomatlik uchun jiddiy xavf tug'diradi. Misol uchun Toshkentning Yunusobod tumanida o'tgan yili bir necha bor yuz bergan uzoq muddatli tekis 12 soat elektr uzilishlari paytida ko'plab aholi binolarda suv ta'minoti butunlay to'xtab qolgan edi. Odamlar idishlarda suv tashishga majbur bo'lishdi. Bu shuni anglatadiki, sizda har doim kamida bir kunlik suv zaxirasi bo'lishi shart. Bu taxminan bir kishi uchun 5-10 litr suv degani. 4 kishilik oila uchun 20 kalik 4 litr. Bu faqat ichimlik va ovqat pishirish uchun. Yuvinish va boshqa ehtiyojlar uchun esa yanada ko'proq suv kerak bo'ladi. Shuningdek, ko'p qavatli uylardagi liftlar ham elektrsiz ishlamaydi. Agar siz yuqori qavatlarda yashasangiz va yoshi kattalar yoki kichik bolalar bo'lsa, bu jiddiy muammoga aylanadi. Ayrim hollarda tibbiy yordam ko'rsatish yoki shoshilinch vaziyatlarda ham liftning yo'qligi katta to'siq bo'ladi. Isitish tizimlari ham markazlashgan bo'lsa, elektrga bog'liq bo'ladi. Nasoslar ishlamasa, uylar sovib boshlaydi. Bu ayniqsa bahor boshlarida. Havo harorati hali unchalik ko'tarilmagan paytlarda jiddiy xavf tug'diradi. Qishloq joylarda yashovchilar uchun vaziyat bir oz farq qiladi. Ularda ko'pincha mustaqil isitish tizimlari, masalan, ko'mir yoki o'tin bilan ishlaydigan pechkalar mavjud bo'lishi mumkin. Bu ularga uyni isitishda muayyan darajada mustaqillik beradi. Ammo suv masalasi qishloq joylarda ham dolzarb bo'lib qoladi. Ko'pchilik o'z hovlisidagi quduqlardan elektr nasoslar orqali suv tortadi. Elektr bo'lmasa bu nasoslar ishlamaydi. Shuning uchun qo'lda suv tortish imkoniyatini ta'minlash yoki suv zaxirasini oldindan g'amlab qo'yish muhim. Masalan, katta sigimli baklarda yomg'ir suvi yig'ish yoki qo'l nasosini sotib olish kabi choralar ko'rish mumkin. Chorvachilik bilan shug'ullanuvchilar uchun suv masalasi yanada muhimdir. Chunki hayvonlarni suvsiz qoldirib bo'lmaydi. Tibbiy jozlarga bog'liq bo'lgan shaxslar, masalan, uyda ventilyator, o'pka sun'iy shamollatish apparati, dializ apparati, insulin saqlash uchun maxsus muzlatgichlar yoki boshqa hayotiy muhim tibbiy uskunalar bilan yashaydiganlar uchun blackoutlar eng xavfli guruh hisoblanadi. Bunday holatlarda hatto bir necha soatlik elektr uzilishi ham inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Misol uchun, shakar kasalligi bor bemorlar uchun insulinni sovutgichda saqlash hayotiy muhimdir. Agar elektr uzoq muddatga o'chib qolsa, insulin yaroqsiz holga kelishi mumkin. Bunday holatlarda shaxsiy generator yoki katta quvvatli power banklar kabi muqobil energiya manbalariga ega bo'lish shart. Shuningdek, bunday bemorlarning yaqinlari mahalliy favqulodda vaziyatlar vazirligi yoki sog'liqni saqlash muassasalari bilan oldindan bog'lanib, shoshilinch yordam rejasini ishlab chiqishlari kerak. Ayrim shaharlarda bunday bemorlar uchun maxsus xavfsiz punktlar tashkil etilishi mumkin. Bu haqda oldindan ma'lumot olish muhim. Kichik biznes egalari ham blackoutlardan jiddiy zarar ko'rishi mumkin. Kafelar, do'konlar, ishlab chiqarish sexlari, sartaroshxonalar va boshqa xizmat ko'rsatish sohalari elektrsiz ishlay olmaydi. Masalan, muzlatgichlardagi oziq-ovqat mahsulotlari buzilib ketishi, kompyuterda ishlaydigan kassalar to'xtab qolishi, ishlab chiqarish liniyalari ishlamasligi natijasida katta moliyaviy yo'qotishlar yuzaga keladi. Bir kunlik blackout kichik biznes uchun minglab, ba'zan millionlab so'm zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun ularda ham generatorlar yoki boshqa muqobil energiya manbalari bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Kimlar unchalik tashvishlanmasligi mumkin? Bu asosan mustaqil energiya manbalariga ega bo'lganlar. Quyosh panellari, shamol generatorlari, dizel yoki benzin generatorlari bor xonadonlar va korxonalar elektr uzilishlaridan kamroq aziyat chekadi. Ba'zi zamonaviy uylarda avtonom isitish va suv ta'minoti tizimlari mavjud bo'lib, ular blackout sharoitida ham ma'lum bir muddat ishlashda davom etadi. Ammo bunday tizimlar o'rnatish uchun qimmat va muntazam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Ular umumiy aholining kichik bir qismigina tashkil etadi. Endi esa ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo blackout sharoitida jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar, xatarlar va kutilmagan holatlar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda generatorlar masalasi. Ko'pchilik generator olaman va muammo hal bo'ladi deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri, ammo juda ko'p nozik tomonlari bor. Birinchidan, yo'qligi masalasi. Generatorlar benzin yoki dizel yo'qligida ishlaydi.
uzoq muddatli blekautlarda yo'qolg'i sotib olish qiyinlashishi mumkin. Chunki oyoqlar ham elektrsiz qolishi ehtimoli bor. Hatto generator bor bo'lsa ham bir necha kunlik yo'qolg'i zaxirasini saqlashni unutmang. Masalan, o'rtacha 2-3 kilovolt quvvatga ega generator bir soatda taxminan 0,7-25 litr benzin sarflaydi. Agar siz uni kuniga 5 soat ishlatmoqchi bo'lsangiz, bir kunda 5-7 litr benzin kerak bo'ladi. Bu 3 litrlik bak bir necha kunga yetishi mumkin. Ammo undan keyin nima bo'ladi? Yo'qolg'i zaxirasini maxsus idishlarda yong'in xavfsizligini ta'minlagan holda saqlash lozim. Ikkinchidan shovqin. Generatorlar juda shovqinli bo'ladi. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, qo'shnilaringiz uchun bu katta noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shovqin darajasi ba'zi generatorlarda 70-80 desibelga yetishi mumkin. Bu esa yaqin masofadan eshitilganda juda baland ovoz hisoblanadi. Ba'zi hududlarda tungi soatlarda shovqinli ishlar qonun bilan taqiqlangan bo'lishi ham mumkin. Uchinchidan eng muhimi xavfsizlik. Generatorlarni faqat ochiq havoda ishlatish kerak. Yopiq xonada, jumladan garajda yoki balkonning yopiq qismida ishlatish karbon monoksid is gazi bilan zaharlanishga olib keladi. Bu esa o'limga olib kelishi mumkin. Is gazi rangsiz, hidsiz va ta'msiz bo'lgani uchun uning mavjudligini sezish qiyin. Har yili bu kabi baxtsiz hodisalar ro'y beradi. Hatto ochiq deraza orqali ham is gazi kirishi mumkin. Shuning uchun generatorni uydan kamida 5-6 metr narida, derazalardan uzoqda joylashtirish muhim. 4-dan elektr ulash. Generatorni to'g'ridan-to'g'ri uyning umumiy elektr tarmog'iga ulamang. Bu juda xavfli. Favqulodda vaziyatlarda elektr ta'minotini tiklash uchun kelgan elektrchilar uchun bu o'lim xavfini tug'diradi. Ular generatoringizdan kelayotgan tokni sezmay, tarmoqni ta'minlashga kirishishi va jiddiy jarohat olishi mumkin. Generator faqat alohida qurilmalarni, muzlatkich, lampa, zaryadlagich, uzatma kabeli orqali to'g'ridan-to'g'ri ulash tavsiya etiladi. Quyosh panellari ham blekautdan chiqishning yaxshi yo'li, ammo ularning ham o'ziga xos jihatlari bor. Birinchidan, qishda yoki bahorning bulutli kunlarda samaradorligi sezilarli darajada pasayadi. Shu sababli quyosh panellari tizimli faqatgina panellardan iborat deb hisoblash xato. Ular energiyani yig'adigan va saqlaydigan batareyalar bilan birga ishlatilishi kerak. Ikkinchidan, batareya hajmi. Sizga qancha energiya kerakligiga qarab, batareya hajmi kattalashib boradi. Bu esa tizim narxini oshiradi. Masalan, bir oilaning asosiy ehtiyojlarini yorug'lik, telefon zaryadlash, kichik muzlatkich qo'ndirish uchun 2-3 kilovolt soat quvvatga ega batareya yetarli bo'lishi mumkin. Ammo bunday batareyaning narxi ancha yuqori. O'rtacha bir tizimni o'rnatish $2000 dan $1000 hatto undan ham ko'proq turishi mumkin. Uchinchidan, o'rnatish va texnik xizmat. Quyosh panellarini to'g'ri o'rnatish va ularga muntazam xizmat ko'rsatish talab etiladi. Noto'g'ri o'rnatilgan tizimlar xavfli bo'lishi yoki samarali ishlamasligi mumkin. Avtomobil akkumulyatorlaridan elektr manbai sifatida foydalanish ham mumkin, ammo bu ham ma'lum bilimlarni talab qiladi. Avtomobil akkumulyatorlari to'g'ridan-to'g'ri tok DC beradi. Uy asboblari esa o'zgaruvchan tok AC bilan ishlaydi. Shuning uchun sizga DC tokini AC tokiga aylantiruvchi inverter konverter kerak bo'ladi. Misol uchun, 12 volt avtomobil akkumulyatoridan 2 volt tok olish uchun sizga inverter kerak bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'ling. Avtomobil akkumulyatorlari chuqur zaryadsizlanishga mo'ljallanmagan va ularni tez-tez butunlay zaryadsizlantirish xizmat muddatini qisqartiradi. Shuningdek, akkumulyatorni zaryadlash uchun mashinani ishga tushirishingiz kerak bo'ladi. Bu esa yoqilg'i sarfini oshiradi va karbon monoksid xavfini tug'diradi. Eng yaxshisi maxsus deep cycle batareyalardan foydalanishdir. Lekin ular qimmatroq. Elektron to'lovlar masalasi. Ko'pchilik bugungi kunda naqd pulsiz hisob-kitob qilishga o'rganib qolgan. Bank kartalari, mobil ilovalar, terminallar, bularning barchasi elektr energiyasiga bog'liq. Blackout yuz berganda bankomatlar ishlamaydi. Terminallar orqali to'lovlar o'tmaydi. Bu esa pulga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Tasavvur qiling, sizga shoshilinch ravishda dori-darmon yoki oziq-ovqat kerak, ammo do'konlarda terminallar ishlamayapti va sizda naqd pul yo'q. Shuning uchun har doim kichikroq bo'lsa ham naqd pul zaxirasiga ega bo'lishni unutmang. Bu har qanday vaziyatda sizga yordam beradi. Aloqa masalasi. Mobil tarmoq bazaviy stansiyalari ham elektrga bog'liq. Ular odatda ma'lum bir muddat batareya yordamida ishlashi mumkin. Masalan, dar taqat soat, ammo uzoq muddatli blackoutlarda mobil aloqa ham uzilishi mumkin. Internet ham
Uy Wi-Fi routerlari ham elektrsiz ishlamaydi. Shuning uchun yaqinlaringiz bilan bog'lanish uchun muqobil usullarni o'ylab ko'ring. Ba'zi xizmatlar, masalan, SMS xabarlar, mobil internetga qaraganda kamroq energiya talab qilgani uchun uzoqroq ishlashi mumkin. Shuningdek, zaryadlash imkoniyatlari ham cheklangan bo'ladi. Telefoningizni iloji boricha tejamkor rejimda ishlatish, yorug'ligini pasaytirish faqat zarur paytlarda yoqish tavsiya etiladi. Bir nechta power banklar va ularni oldindan zaryadlab qo'yish juda muhim. Shuningdek, eskirgan ammo ba'zan foydali bo'lgan simli telefonlar ham elektrdan mustaqil ishlashi mumkin. Agar sizning uyingizda hali ham bunday tarmoq mavjud bo'lsa. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Blackout sharoitida nima qilish kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish kerak? Bu tavsiyalar har biringiz uchun hayotiy muhim bo'lishi mumkin. Birgi, suv zaxirasi. Birinchi va eng muhimi bu suv. Har bir oila a'zosi uchun kuniga kamida 5 litr toza ichimlik suvi zaxirasini g'amlab qo'ying. Bu faqat ichish va ovqat pishirish uchun minimal miqdor. Agar 4 kishilik oila bo'lsangiz, 20 litr suv har kuni kerak bo'ladi. Ya'ni bir necha kunlik blackout uchun kamida oltin idir suv zaxirasini saqlashingiz kerak bo'ladi. Bu miqdorni shisha idishlarda yoki maxsus plastik baklarda saqlash mumkin. Suvni salqin va qorong'u joyda saqlash muhim. Bundan tashqari sanitariya ehtiyojlari uchun, masalan, qo'l yuvish yoki uy sharoitida tozalash uchun ham alohida texnik suv zaxirasini yaratishingiz mumkin. Ba'zi ekspertlar hatto hojatxona uchun ham bir necha paqir suvni doimiy ravishda zaxirada tutishni tavsiya etadi. Chunki suv bosimi yo'qolganda hojatxona qozonlari ham ishlamay qoladi. 2. Oziq-ovqat mahsulotlari tez buzilmaydigan, pishirishni talab qilmaydigan yoki kam energiya sarfi bilan pishiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasini yarating. Bularga konserva mahsulotlari, go'sht, baliq, sabzavotlar, quruq mevalar, yong'oqlar, pechenye, krakerlar, shokolad, tez tayyorlanadigan sho'rvalar va makaron mahsulotlari kiradi. Guruch va makaron kabi mahsulotlarni pishirish uchun suv va issiqlik kerak bo'ladi. Shuning uchun bu ehtiyojlarni ham hisobga oling. Muzlatgichdagi mahsulotlar elektr o'chganidan keyin 4-6 soat ichida buzila boshlaydi. Ayniqsa sut mahsulotlari va go'sht. Shuning uchun muzlatgichdagi tez buziluvchi mahsulotlarni birinchi navbatda iste'mol qiling. 3. Yoritish vositalari. Har bir xonadon uchun kamida bir nechta ishonchli yoritish manbai bo'lishi shart. Bularga batareyali fonarlar, energiya tejamkor LED chiroqlar, quyosh batareyalaridan quvvat oladigan lampalar kiradi. Shamlar ham yaxshi variant, ammo ularni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Yong'in xavfsizligini unutmang. Batareyalarning bir necha kompleks zaxirasini g'amlab qo'ying. Zamonaviy quyosh batareyali chiroqlar kun davomida quyoshdan quvvat yig'ib, tunda bir necha soat yorug'lik berishi mumkin. 4. Isitish va kiyim-kechak. Bahor oxirigacha havo harorati hali ham o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Elektr uzilganda markaziy isitish tizimlari ishlamay qoladi. Uyni iloji boricha izolyatsiya qiling. Deraza va eshiklardagi tirqishlarni berkitib qo'ying. Issiq kiyim-kechaklar, adyollar, xalta yoki spalniy meshoqlar tayyorlab qo'ying. Agar sizda tabiiy gaz bilan ishlaydigan pechka bo'lsa, uni shamollatish imkoniyati bilan ishlatishingiz mumkin. Ammo uyda gaz yoki spirtli plitalarni isitish uchun ishlatishdan ehtiyot bo'ling. Bu karbon monoksid zaharlanishiga olib kelishi mumkin. Faqatgina tashqarida yoki yaxshi shamollatiladigan joylarda bunday asbob-uskunalardan foydalaning. 5. Aloqa vositalari va energiya manbalari. Mobil telefonlar va boshqa elektron qurilmalarni zaryadlash uchun bir nechta power banklar quvvat sig'imi yuqori bo'lgan va ularni to'liq zaryadlab qo'yish shart. Shuningdek, avtomobil akkumulyatordan zaryadlovchi adapterlar ham foydali bo'lishi mumkin. Katta quvvatli avtonom zaryadlash stansiyalari portable power station ham mavjud bo'lib, ular nisbatan qimmat bo'lsa-da, muzlatgich yoki kichik isitgichni bir necha soat ishlatishga imkon beradi. Batareyalarda ishlaydigan radio qabul qilgich ham muhim, chunki u sizga tashqi dunyodan xabarlar olishga yordam beradi. 6. Dori-darmonlar va birinchi yordam qutisi. Agar siz muntazam ravishda dori-darmon qabul qilsangiz, ularning kamida bir haftalik zaxirasini g'amlab qo'ying. Birinchi yordam qutisi, aptesh bo'lishi shart, bintlar, paxta. Yara antiseptiklari, yod, zelyonka, og'riq qoldiruvchi dorilar, yallig'lanishga qarshi dorilar, plastir, qaychi. Haroratni o'lchash uchun mexanik termometr ham foydali bo'ladi. Chunki elektron termometrlar batareya talab qiladi. Naqd pul. Yuqorida aytib o'tganimdek, bank kartalari va terminallar ishlamasligi mumkin.
Shuning uchun kichikroq bo'lsa ham naqd pul zaxirasiga ega bo'ling. Bu sizga shoshilinch xaridlar qilishda yordam beradi. Tekis muhim hujjatlar. Pasport, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, yer hujjatlari, tibbiy sug'urta kartalari kabi muhim hujjatlarning asl nusxalarini suv o'tkazmaydigan sumkada saqlang. Shuningdek, ularning nusxalarini ham elektron formatda bulutli xotirada saqlash tavsiya etiladi. Favqulodda vaziyatlarda bu hujjatlar juda muhim bo'lishi mumkin. To'g'ri qayerga murojaat qilish? Agar vaziyat juda og'irlashsa va sizda uyda qolish imkoniyati bo'lmasa, mahalliy hokimiyat organlari yoki favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan isitish punktlari yoki vaqtinchalik yashash joylari haqida ma'lumot olishga harakat qiling. Ularning telefon raqamlarini oldindan yozib qo'ying. O'zbekiston Respublikasi FEV'ning yagona qisqa raqami 1027. Ushbu raqamni telefoningizga saqlab qo'yish juda muhim. Bolalar va yosh kattalar, agar oilangizda yosh bolalar yoki yosh kattalar bo'lsa, ularning ehtiyojlariga alohida e'tibor qarating. Bolalar uchun o'yinchoqlar, kitoblar va o'yinlar tayyorlab qo'ying, toki ular zerikmasin va stressga tushmasin. Yoshi kattalar uchun esa qulay sharoit yaratish va ularning sog'lig'ini nazorat qilish juda muhim. Endi o'zingizni xotirjam tuting va yordam bering. Har qanday favqulodda vaziyatda eng muhimi xotirjamlikni saqlash. Vahima harakatlaringizga to'sqinlik qiladi. O'zingizni va yaqinlaringizni tinchlantiring. Qo'shnilarga yordam berishdan tortinmang. Hamkorlik har qanday qiyin vaziyatdan chiqishga yordam beradi. Bir-biringizdan xabar olib turing. Ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa qo'shnilaringizdan. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, blackoutlar davri bu shunchaki biror nosozlik emas, balki bizdan jiddiy tayyorgarlikni talab qiladigan real xavfdir. Bu boradagi eng muhim maslahat har doim bir qadam oldinda bo'lish. Oldindan tayyorgarlik ko'rish bu sizning va yaqinlaringizning xavfsizligi, sog'lig'i va farovonligining kafolatidir. Bizning bugungi suhbatimiz sizga shu yo'lda yordam beradi degan umiddaman. Unutmang, har qanday vaziyatda ham xotirjamlikni saqlash va oqilona harakat qilish juda muhim. Shuningdek, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yozib qoldirishingizni so'rayman. Balki sizda ham shunday vaziyatlarda yordam beradigan o'ziga xos maslahatlar borki, ular boshqalarga ham foyda keltiradi. Sizning sharhlaringiz bizning hamjamiyatimiz uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoni like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo tayyor turing keyingi videolarda ko'rishguncha.